Musulmon usta hunarmand ish qilayotgan paytda nimalarga rioya qilishligi kerak? Birinchidan, agar siz usta, hunar egasi boshqa bir odamning uyiga borib turib, uyida xizmat ko'rsatadigan hunaringiz bo'lsa, addershimisiz yoki tomini chiqarib tomini yapadigan ustasimisiz? Shu narsaga e'tibor beringki, uyda ayol kishi yolg'iz qolmasin. Kelishayotganingizda uyda egasi erkak kishi bilan aytingki, ayol kishi yolg'iz uyda qolmasligi kerak. Bu ham bir o'ta muhim masala. Endi shuning uchun bola ishni boshlab turaverlar deydi uyda egasi. Uyda ayolim bor. Bu g'aybiy nimaligini bilmayapti, bu shariat hukmini bilmayapti. Xilvatda ayoli yolg'iz qolishi mumkin emasligini tushunadi. Shunaqa odamlar ham bor. Shunda musulmon usta aytadiki, ayolingiz oldiga birorta bir mahrami kelib o'tirib tursin yoki chiqib ketsin, men yolg'iz ishlayveraman. Agar menga ishonmasangiz, ustimdan nima qiling? Qulflar qo'yib keting. Musulmon usta agar u uyda egasi bu narsaga aqli yetmayotgan bo'lsa, bu musulmonda bu. Bu Allohdan qo'rqadida bu. Xilvatda qolishlik gunoh ekanligini biladi. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu va tusallimu ala ahliha. Zalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun. Ey mu'minlar, o'z uylaringizdan boshqa uylarga to izn so'ramaguningizcha va egalariga salom bermaguningizcha kirmangiz. Mana shu sizlar uchun yaxshiroqdir. Shoyat eslatma ibrat olsanglar. Izn so'rash degan bir dars deganmiz jumada. Falonchi aka deb kim kelmaydi. O'zimiz akamiz uyga, o'zing akang emas. Alloh taolo aytayapti, o'zing yashamaysanmi shu uyga? Ruxsat berilmasa kirma deyapti. Agar u qarindoshing uyi bo'lsa. Va in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallohu bima ta'maluna alim. Endi agar u uylarda hech kimni topmasangizlar, u holda to sizlarga izn berilmagunicha uyga kirmangiz. Ruxsat berilmadimi? Kirma. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, kirishlikka izn bermasa, ortinglarga qaytib ketinglar. Mana shu narsa sizlar uchun toza yo'ldir. Alloh qilayotgan amallarni bilguchidir. Yo'qmi? Kiravering demadimi? Yoki uyda hech kim yo'q edi dedimi? Innamasdan ortiga qaytariladi. Mana shu narsa Alloh taoloning buyrug'i. Chunki agar usta ana shu ishlaydigan uyga kirsa, o'zi ayoli yolg'iz qolgan bo'lsa, uy egasini, bu nima bu? Bu fitna. Bu shar'iy xilvat, bu mumkin emas. Alloh taolo aytgan: "Yuzujina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa." Odamlarga ayollar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Shayton vasvasa qiladi. Shayton bu ishni chiroyli qilib ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iyyakum wad-dukhul 'alan-nisa." Mahrami bo'lmagan, yolg'iz holda turgan ayollarning oldiga kirishlikdan ehtiyot bo'linglar dedi. Ya'ni nomahram bo'lgan sizga, ayolga yolg'iz turgan holida kirmang oldiga dedi. Turganlardan bittasi: "Ya Rasululloh, al-humul", ya'ni humul degani erini qarindoshi degani. Erini yaqini degani. Aka, uka yoki amaki, tog'ani o'g'li. Payg'ambarimiz aytdilar: "Al-humul" dedi, al-maut. O'lim dedi. O'lim, o'lim, o'lim. 3 marta qaytardi payg'ambarimiz. Qanday kirolmaydimi? Bu shariat. Ehtimol bizning urf-odatimizga to'g'ri kelmas. Ehtimol bizning qulog'imizga og'ir botadi. Mana shu kelin yolg'iz o'tiribdimi uyda? Qaynukasi ham kirmasligini shariat buyuradi. Yonida jiyani bo'lsin, yo bir odam bo'lsin, lekin yolg'iz qolishi mumkin emas. Yana qaytarib aytaman, bizga yoqmasligi mumkin bu. Qanday endi qaynukasiga uyga kirgizmaydimi? Kirgizmaydi, bu shariat ekan bu. Yoqmasa ham aytamiz bu narsani. Endi usta qanday qilib kiradi? Kuyovning yaqinlari kelin yolg'izligida kirishi mumkin bo'lmasa erkak kishi yolg'iz holatda. Qanday qilib usta kirishligi mumkin? Shuning uchun uyda usta ishlatayotgan akalar shu narsaga e'tibor qilinglar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu jiddiy mavzu, ustalar shu narsaga bir diqqat qilishligi kerak.
Rasululloh aytadilar: "Majtama rajulun va imra'atun illa va kana ash-shaytonu thalithuhuma." Qarang. Bir erkak va bir ayol boshqalardan xoli bo'lgan holda yolg'iz bir joyda jamlanar ekan, shayton ularning uchinchisi bo'ladi. Bitta xonada yolg'iz qoldi, nomahram erkak ayol, uchinchisi shayton bo'ladi. Alloh taolo aytib qo'ydi: odamlarga ayollar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Mumkin emas. Mumkin emas. Rasululloh boshqa hadisda aytadilar: "Ma taraktu ala rijali fitna ba'di adarru minan nisa." O'zimdan keyin erkaklarga ayollarning fitnasidan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim. O'zimdan keyin erkaklarga ayollarning fitnasidan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim deb payg'ambarimiz. Shundan keyin yolg'iz qolaveradi. Inna awwala fitna bani Isroil kanat fil nisa dedi payg'ambarimiz. Bani Isroilning boshiga kelgan fitnalarning eng birinchisi bu ayollar fitnasi bo'ldi. Inna kaydakunna azim dedi Alloh taolo. Albatta Yusuf alayhisalom surasida sizlarda makrlar buyuk makrdir. Ehtiyot bo'lishlik kerak. Xulosa, yolg'iz ayol turibdimi, bu xonaga kirib usta yolg'iz ishlamaydi. Bu mumkin emas. Ikkinchidan, birovning uyiga xizmatga borgan usta ko'zini tiyishligi kerak. O'zi hamma musulmon yelkasidagi bo'lgan bu vojib. Va xususan birovning uyida ishlayotgan usta ko'zini tiyishligi kerak. Uyni jihozlariga, uydagi kiyim-kechakka, uydagi gap-so'zga, uydagi bir avratlarga umuman ko'zini tashlamasligi kerak. Chunki bu harom bo'lgan. Alloh taolo aytadi: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum, zalika azka lahum, innalloha xabirun bima yasnaun." Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, mu'minlarga ayting, ko'zlarini to'ssinlar, avratlarini saqlasinlar. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta Alloh ular qilayotgan hunarlaridan xabardordir." Inson ko'zi bir marta tushib qolishiga bir narsaga gunohkor bo'lmaydi. Qaytarib qaraganda gunohkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ga aytar ekan: "Ya Ali, la tutbi'u nidrata bin nizrati fa innaha bariduz zina." Ey Ali, bir nazar ketidan ikkinchi nazarni yetishmang, chunki u zinoning elchisidir. Ko'ring, Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida so'raganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Isrif basar ekan." Sahih Muslimda keltiriladi. Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu to'satdan tushib qoladigan nazar haqida payg'ambarimizdan so'raganlarida u zot ko'zingni olib tashlab javob berdi. Bir marta qarasa gunoh bo'lmaydi ekan deb turib, ayrim odamlar noto'g'ri tushunadi buni. Bir marta qaraganda oxirigacha tikilib oladi. Chunki ikkinchi marta qarasam, u noto'g'ri bu. Ko'z tushib qoldi, olib qochildi, gunohkor bo'lmaydi. Lekin boyaga aytgandek, bir qaraganda shu ko'rinmay qolguncha oxirigacha olib borib qo'yishlik bu hadisni noto'g'ri tushunishlik bo'ladi. Va musulmon usta mana shu narsadan hushyor bo'lishlik kerak. Hunar egasi, usta bir odamning uyida ishlarkan albatta ko'zi nimagadir tushadi. Masalan, qo'shnini balkonini pardozlayotgan odam narigi qo'shnini balkoniga ko'zi tushishi mumkin. To'g'rimi? Yoki bir qandaydir hammomiga kirib ishni qilayotgan odam qandaydir ichki kiyimlarga ko'zi tushib qolishi mumkin. Shunda usta ko'zini tiyishligi kerak bo'ladi. Tomda ishlayotgan usta albatta qo'shnini hovlisida bo'layotgan ishlarni ko'radi-da, ko'zini tiyish kerak. Yana ishingga qarab birodar, miqturaman deb barmog'ingni urolmagin. Chunki sen tevadan qarab turganingni hech kim ko'rmayapti. Lekin sen ustingdan qarab turgan zot ko'ryapti. Allohdan qo'rq, haddingdan oshma, taqvo qil, ko'zingni tiy.